Belli içmedi bu indi suv. To'xta. Mollarga suv berdingmi? Havo suv berdim. Nimaga suv ichyapti bu? Demak suv bermagansan. Suv tutdim men dedi. Siz ish etmang, haymi bacham? O'tiring, telefon o'ynang, dada ish etsin, haymi? O'ynayotganim yo'q dada, muzika eshityapman mana. Nima ekran o'chiq bo'lsa ham muzika aytibdi bu? O dada, Janatubi degan programma bor. Ana shunda eshityapman muzikalar. Ochgan buni? Janatubi ilovasidan foydalanib musiqani fon rejimida tinglang. U reklamasiz va butunlay bepul. U Google Play va App Store'da mavjud. Ne oldu sinde işlerim sarı. Dilmurod Nadmusayev qo'y. Davay, mollarga suv ber. Men o'zim ishlataman buni. 4 ta satila suv keltirib qo'ydim yoniga. Bu seni itni ham ichishingga aytadi. Tushundingmi? Agar dadam yonida suv ichsang, men seni urib o'ldiraman mo. Mollarga suv berding? Ha, 4 ta satila ham to'ldirib ol deya qo'ydim. Ertaga yetadi suv ichishga. Sotillarda suv yo'q-ku. Hozir to'ldirib qo'yamdim, umuman bo'lmadi. Bor yana suv olib ketin. Men dada bilmayman, lekin ko'rdingiz, 4 satil suv qo'yandim oldi, ishtamasini. Mana. Bunda kayfi ichyapti da. Men bilmayman, lekin dada hozir uni Yo, beryaki. beryaki. Men ishlatsam beryaki.